mana er-xotin urushyapti. Birinchi erni miyasiga kirib qarab ko'raman. Ha, o'zi kim haq? Вот. O'zim maqtash emas, просто menga uylangan bola shunchaki baxtli. Men uni telefonini tiklamayman, men uni vannaga kirib drachit qilishini ham bilaman. Uylangan erkak vannaga kirib drachit qilmaydimi? Конечно qiladi. Lekin haftasida 2 martadan ko'p bo'lsa dadasi zarar deyman. O'zi o'tgan misol uchun 15 kun oldin qilgan bo'lsang, 15 kundan keyin qilasan. Bugun qilma dadasi deyman. Bugun davay deyman, sen men charchatmayman, spalniga kir deyman. Jinimsan, uylangansan-u deyman, вот. Muzikoy garmonlarga unaqa garmonim yo'q. Только женский гармон. Psixologiya bu faqat. Ana motivatsiyan jinisi. Nima keragingiz bor? Eng chiroyli ayollar bilan yashaydiganlar ham qiladi. Например, meni tanam женский tana. Men ayol kishiman. Men uni chuvstviti qattaligini uni qo'lichalik bilolmayman. Tushundingizmi? Men bilanmi, Selena Gomez bilan jinsiy aloqa qilganda, erkak kishi faqat bitta bilan jinsiy aloqa qiladi. Telefonda ichida har xili bor, 100 xili bor. Qorasi, oqi, sarig'i, qizili, tori, kengi, orqasiga qilgani oldiga. Hayotda chegara bor. Men uni xotini bo'lsam, u menga xohlagan narsasini qila olmaydi. Lekin hayolda chegara yo'q. Tushundingmi? Bu psixologический успокойство deyiladi. Iltimos, nima dunyo qarashi tor odamlar bu yerdan chiqib ketsin. Siz bilan qanday bog'lasam bo'ladi? Lichkaga yozing, Arman. Menga yoqmayapti deydi. 600 odam. Qoyil. Psixologda jinnisi. Psixologda iplosi. Buncha ham umniy qizlar. Podark tashlasanglar, yana ham topga chiqamiz. Siz meni ko'rishingizdan yoki siz SMS yozishingizdan, liba like bosishingizdan men pul ishlayolmayman, lekin siz tashlagan podarkdan pul ishlashim mumkin. Men bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, lichkaga yozing, lekin men besplatni qabul qilmayman hech kimda. Roman aka, rahmat. Hammani o'zining ichida bitta dardi bor. Dardi yo'q odam yo'q hozirgi zamonda. Bilasizmi? Kimdir xiyonatga uchragan, kimdir semeyniy muammosi. Lekin odamni eng ko'p sindiradigan narsa bu oilaviy muammo. Ko'chada bitta 4 ta odam sizni ursa bilinmaydi, lekin masalan otangiz, onangiz urishi yoki shunga o'xshagan travmalar eng yomoni. To'g'ri, qizlar? Shunaqami? Qizlar ham bormi yoki faqat o'g'il bolalar bilan o'tiribmizmi bu yerda? Dil og'rig'i deng, shunaqa. Lekin bitta gap aytaymi? Agar dilingiz og'riyotgan bo'lsa, ko'tingizni bering. Ko'tingizni shunchaki bering. O'g'il bolamisiz, qiz bolamisiz, ko'tingizni bering. Dil og'rig'i u og'riqni oldida xuyni ekan. Hazillashdim. Yana meni gapimga quloq solib, bu faqat qizlarga tegishli, davay deylik. Sinab ko'rish hayot uchun xavfli. Joylashib yo'qolay deydi. Qayerga yo'qolay? Men o'zing yo'qol, men o'zim efirimda o'tiribman. Qizlarga tegishli dedim-ku. Значит, proba qilib ko'rgansiz. Конечно. Hamma narsani bilmagunimcha qo'ymayman men. Yo, hozir shunaqa psixologlar chiqyapti-yu, agar seni hayot itarayotgan bo'lsa, har xil pozada turib ber degan. Sizlarga savol balkon. O'g'il bolalarda dardi, erkak kishining dardi nimaga o'xshaydi?
Sizlarga psixologический savol. Erkak kishini dardi nimaga o'xshaydi? Topganga sovg'a bor. Muzga. Oh. Aktiv bo'linglar. Dilim og'risa toza og'rimasa-chi kirinimi? Miyangga qo'rt tushibdi, yo'q? Nosni xumoriga. Asalsiz qo'toqqa. Zakirov topdi. Erkak kishini dardi qo'toqqa o'xshaydi. Chunki hamma erkak o'zidagi dardga qarab eng kattasi menda deb o'ylaydi. To'rs erkaklar o'zinikini kichkina deb o'ylamaydi. 15 bo'lsa ham eng kattasi menda deb o'ylaydi. Uni o'rtog'ining 12 bo'lsa ham eng kattasi menda deb o'ylaydi. Hop. Ko'ngillarga yoqadigan bitta gap aytaman. 70% erkak o'zini jinsiy organini kichkina deb o'ylaydi ekan, psixologiya bo'yicha, lekin bu xato. 8 dan katta bo'lsa, xvatit. 10 dan katta bo'lsa, bu demak siz idealsiz. Siz o'rtachasiz degani. Shu, siz neger emassiz, siz ot emassiz, siz eshak emassiz, siz odamsiz. Bu siz uchun norma. Agar siz ko'pgina pul topa olmayotgan bo'lsangiz, lekin harakat qilayotgan bo'lsangiz, bu sizning aybingiz emas. Haloldan boyish qiyin. Siz haromdan pul topgan hech kim bilan o'zingizni solishtirmang. To'g'ri yo'l bilan boy bo'lish qiyin. Nimaga ayollar boy er xiyonat qilsa kechiradi, kambag'al er xiyonat qilsa butun dunyoga sharmandasini chiqaradi? Ha? Kayf ekan lekin. O'zingizga savol. Qizlarni qaysi razmer qoniqtiradi? 8 dan katta bo'lsa dedi, shaxsan shunaqa doktorlar men uchun hop 10 dan katta deylik normal. 12. Hop 12. Самый более-менее. Katta qarshi motivatorlar. Aka. Fohsha ko'payganda motivator ko'paygani yaxshi-ku. Voy, hamma razmer boshni qotirmanglar, Sharm hayot bilan gaplashsangiz bo'ladi, to'ppa-to'g'ri. O'zbekligimiz esimdan chiqib qolibdi. Axir biz Alisher Navoiyning balkon, biz Alisher Navoiyni nevarasimiz degan gap qanchalik to'g'ri? Bilasizlar, Alisher Navoiy shoir bo'lgan, diniy odam bo'lgan, dinda odami bo'lgan, taqvoli, hayoli odam bo'lgan. Biz Alisher Navoiyni nevarasimizmi yo'qmi? Ya'ni avlodimizmi yo'qmi? O'qing, 12 joyga boradi turdan, sen buzilibsiz. Qizlarga 5 sm yetadi. Bular hali birinchi temani tugatmabdi-ku. Biz Alisher Navoiyning nevarasi emasmiz. Alisher Navoiy uylanmagan-ku. Xullas, madaniyat bilan gapiring deganingizga esimga tushib ketdi. Короче, bir kuni saroy bekalari Alisher Navoiyga hazil qilmoqchi bo'libdi. Keyin bitta ichlarida shu stri xotin bor ekan. Rosa shu stri yoki jipillagan xotin bor ekan o'sha davrda. Keyin Alisher Navoiyni xonasiga kirgizibdi. Bor sen kir debdi. Keyin xotin ham Alisher Navoiyning xonasiga boribdi. Lik. Keyin xonasiga kirib, uzoq joydan kelganini va qolishga joy yo'qligini aytibdi. Ayollarga e'tibor bermagan Alisher Navoiy u ayolning gaplariga laqqa ishonibdi va "Xo'p, siz meni xonamda qoling, men chiqib ketaman" debdi. Keyin chiqib ketayotgan joyida anu ayol hamma kiyimlarini yechib "To'xtang" debdi. "Siz ham men bilan qoling" debdi. Desa Alisher Navoiy "Men siz bilan qola olmayman" debdi.
degan ekan, ana ayol o'zi bunda bormikan, yo'qmikan deb shunda ishtonini ushlayman degan ekan. Alisher Navoiy yengiltak ayolni qo'llarini shunday ushlagancha aytibdi. Bizda ham bunday olat bor. Lekin bunday odat yo'q debdi. Bunday olat bor, lekin bunday odat yo'q deb chiqib ketgan ekan. Buni Oybegim mening degan kitobda Zarifa Nosirova yozgan kitobda o'qiganman. Men juda ham kitobxon qizman. Madaniyat bilan gapiring deganingizga endi madaniyat bilan chiqdimi? Xohlasangiz bundan ham madaniyatli qilib aytib berishim mumkin. Hozir bir deganda Alisher Navoiy haqida hammani fikrini o'zgartirib yubordim. Конечно, bu latifada ham Alisher Navoiy yomon kelmayapti. Bobo deyishda davom eting. Men ham davom etaman. Turga qol kitobxon qiz. Yani nima qilib bu yerda kitobga qiziqadiganlar emas, olatga, somsaga qiziqadiganlar o'tiribdi. Odamga qaranglar, hozir men kitob haqida gapirishni boshlayman, bu yerda 100 ta odam ham qolmaydi. Menga auditoriya to'plash kerak. Men plan qilishim kerak, pul topishim kerak. 2 ta yetim bolam bor meni. Men sizlarga bilim o'rgatyapman. Qo'shni men yozganimni o'qimayapsiz. Men qolaman, kitobxonman deydi. Bu qaysi kitoblarda o'qigansiz? Qaysi kitob haqida gapirib bering? Bo'lmasa sizlar ham necha santimetr norma deb savol beringlar mana. Men auditoriyaga qarab o'zgara olaman. Sport haqida gaplashsanglar shu temada ketaman. Qo'limda 72 ta hunarim bor. To'g'risida o'ta aqlli bo'lib ketdim. Kitobni ochib o'qisam, kitob mendan bilim olyapti. Men kitobdan emas.